Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun qiziqib kutgan kunimiz ham keldi. Ya'ni o'sha qur'a tashlash marosimi Toshkent vaqti bilan 22:00 da bo'lib o'tadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tadi. Ya'ni John Kennedy Center deb yozilgan Vashingtonda joylashgan ekan. Xudo xolasa bugun O'zbekiston qaysi guruhga tushadi hamda guruhda kimlar bo'ladi? Taxminlar juda ko'p chiqdi. Hammada har xil fikrlar. Agar bu videoni hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta kimlar tushishini taxmin qilib ko'ringlar. Bugun aniq qur'a tashlangandan keyin aniq javobi chiqadi. Komandamizga omad tilaymiz, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasiga. Ya'ni yana shuni aytib o'tishim kerak. Fabio Cannavaro Amerika Qo'shma Shtatlariga borishibdi. Farrux Ismoilov, ya'ni Vamos degan guruhda aytib o'tishgan. Fabio Cannavaro og'ir vaznli afsonalar bilan AQShda deb post qo'yishgan. Buning ichida Ronaldo bor, afsonaviy braziliyalik Ronaldo, Cannavaro, qolganlari qarib ketgan, to'g'risi tanimadim. Balki yoshligimda uncha futbolga qiziqmaganim uchun ham tanimay turgan bo'lsam kerak. Bu rasmni qo'yaman, ko'rasizlar, o'zlaring taniganlaringni yozib o'tasizlar hamda qur'a tashlanganigacha sizlar fikrlaringni yozib o'tinglar. Albatta hammamizga bu qiziq, balki sizlar taxminlaring to'g'ri chiqib qolishi mumkin. Qaysi davlatlar bilan biz shu guruhda qatnashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni o'rtoqlarga, futbolga qiziqganlarga bir ulashib qo'yinglar hamda kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Salomat bo'linglar, rahmat.